Samakleshi dekorlarni oldiga keldi. Qisqacha sizlarga narx-navosi bilan aytib o'tib ketamiz. Hozir bu tomonda mana bular ko'ryapsizlar, yangi gullilari kelgan. Aka, narxini nechta qilib berasizlar buni? Bularni 110 ming so'm qilib beramiz. 3 ga 120 bo'ladi. 3 ga 120, 110 ming so'm. 110 ming so'm qilib beramiz. Hozir bu yerda sizlarga gullarni, har xillarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bular ko'ryapsizlarmi? Toshga o'xshagan, shunaqa chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. O'zini bu tomonda tilla rangda yurg'izilgan joylari bor. Ekegan bu tomondan ham ko'rsatamiz. Bu ham juda ham chiroyli, mana ko'ryapsizlarmi? Hammasini eng sifatli mahsulotlardan. Bular narxi necha bo'lyapti aka? 110 ming so'mdan qilib beramiz. Hammasini 110 ming qilib beramiz. Hammasini 110 mingdan. Bu tomonni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu tomonda ham xillari juda ham ko'p. Kimga kerak bo'lsa, bemalol katta rulonda olsanglar ham bo'ladi yoki agar kichkinagina o'zingizga mos olib kelaman desanglar ham bo'ladi. Uni ham kesib sizlarga bemalol sotishadi. Undan tashqari ham bunaqa tarola chiqqan. Ko'rsanglar oldin faqat tarona o'zi taxta bo'lardi. Buni qaranglar. Hozir yengillik qilishgan, rulonli. Mana ko'ryapsizlarmi? Televizor orqalariga dekor sifat qilib qo'ysanglar bo'ladi bularni. Aka, bular narxi necha bo'lyapti? 140 ming so'm qilib beramiz. 140 mingdan qilib beryapsizlar. Obunachilarimizga narxlar juda ham arzon bo'lib ketgan. Kuzatib boringlar, aka profillarini, telefon nomerlarini belgilab qo'yamiz. Bemalol kimga kerak bo'lsa, shunaqa tovarlar akaga aloqaga chiqaverasizlar.